alaykum. Efirda Zamon informatsion tahliliy dasturi. Erta shamol shahardan esishi aytilyapti. Asharda mashaqqa jitcha esatda qora aylanib ketib, javob to'xtaydi. Bizni ko'rishda davom etadi. Qiziqlari hali oldinda. Nima bu ahvol? Bir ag'dan gapiradi, bir bag'dan gapiradi. To'g'rima-to'g'ri oddiy gapirsa bo'lmasmikin? Bir choy ham yo'q. Xotin! Choy olib kel. Qulog'ingizga juda ham g'alati eshitildimi? Siz ham ingliz tilida gapirganingizda inglizlarning qulog'iga xuddi shunaqa eshitilasiz. Buni sababi esa juda ham oson. Shunchaki aksentlarni bir-biridan farqini bilmaysiz xolos. Biz xohlaymizmi yo'qmi har kuni social mediada, musiqalar tinglaganimizda yoki YouTube'larda har xil kinolar ko'rganimizda miya o'ziga kerakli bo'lgan aksentlarni va tovushlarni olib, o'sha aksentda gapirishni boshlaydi. Va natijada siz biroz amerikancha, biroz britancha, biroz indiyancha va ba'zida avstralian aksentida gapirishni boshlaysiz. Bu aksentlarni bir-biridan qanaqa qilib farqini ajratib ola olaman deyotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun biz siz bilan 6 ta aksentlarni birgalikda tahlil qilamiz. Qanaqa qoidalar bor, qaysi harflar qanaqa talaffuz qilinadi, yuqori talaffuz qilamizmi yoki past ohangda talaffuz qilamizmi, barchasini bilib olasiz va videoni oxirida har bitta aksentning farqini bilib, o'sha aksentda gapirishni boshlaysiz. Qani ketdik. British accent. British accentda R harfi faqatgina so'zlar boshida talaffuz qilinadi. Misol uchun red yoki bo'lmasam around. Lekin bu R harflar so'zlar oxirida shunchaki tushib ketadi. Coffee later emas, coffee later. Coffee later. Car emas, car deb talaffuz qilinadi. Right then, shall we grab a coffee this afternoon? I know a lovely little coffee down the road. Don't be late, okay? You guys are always late. Musical intonation, ya'ni tilning musiqaviy ohangi British accentda up, down, up holatida yuqoriga, pastga, yuqoriga qilib talaffuz qilinadi. British accentni talaffuz qilayotganimizda ovozlarimizni biroz tortib va R harflarini go'yoki bir finjon choy ho'playotgandek yumshoq talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. American accentga keladigan bo'lsak, ular so'zlarni bir-biriga qo'shib gapirishni juda ham yaxshi ko'rishadi va har bitta so'zdagi R harfiga urg'u berib gapirishadi. That sounds really awesome, but like, can we do Starbucks? I still really need my caramel macchiato, but don't worry, I'll be there in time, promise, good as honor. Misol uchun, later emas, balki later so'zidagi o'rtadagi T harfi American accentda D harfiga alishib ketar ekan va D sakrab talaffuz qilinar ekan. Later emasda later. Bu tilimizni sakrab D harfini talaffuz qilinishi ingliz tilida flapping T deb nomlanar ekan. Flapping T. Later emas, later. Xullas, American accentda gapirish uchun barcha R harflariga urg'u beramiz, T harflarini D ga alishtiramiz va qarabsizki, what are you doing emas, what are you doing hosil bo'ladi. Fransuz tili dunyodagi eng musiqaviy tillardan biri hisoblanadi. Lekin bu tilda th, ya'ni f, z tovushlar bo'lmaganligi uchun this, that, thing so'zlari this, that, zing holida talaffuz qilinadi. Keyingi qoidamiz, fransuzlar so'zlar boshidagi h harfini shunchaki tushirib talaffuz qilishar ekan. Happy hotel fransuz aksentida happy hotel bo'lib talaffuz qilinar ekan. Shunday qilib, fransuz aksentini gapirish, talaffuz qilish uchun undoshlarini yumshoq talaffuz qilamiz, h harflarini tushirib qoldiramiz va go'yoki croissant yoki biror bir san'at asarini tasvirlayotgandek ishtiyoq bilan gapiramiz. Yo, Starbucks! In France we sit, we talk, we eat croissants. Dunyodagi eng qiziqarli va kulgili tillardan biri bu Indian accent, ya'ni hindcha aksent hisoblanadi. Buning sababi esa bu aksentdagi T
D va R harflarining biroz boshqacharoq talaffuz qilinishi, ya'ni dentalized holda talaffuz qilinadi. Dentalized degani bu tilimizning uchini tepa tanglayimizga va tishimiz orqasiga tegizib talaffuz qilamiz. Misol uchun, really so'zi Indian accentda really bo'lib talaffuz qilinadi. Bu yerda R harfini biz roll, ya'ni tilimizni burab talaffuz qilyapmiz. T notebook so'zini esa hindcha aksentda notebook deb talaffuz qilamiz. Shunday qilib, hindcha aksentni talaffuz qilishimizda faqatgina so'zlarni qanday qilib talaffuz qilishimiz emas, balki qo'l va bosh harakatlarni ham birgalikda harakat qildirish juda ham muhim. Don't tell me what to do desak, aniq hind aksentiga o'xshab chiqadi. Arey yaar, just don't make me spend $5 for a cup of coffee. If you come to my home, I'll make you chai, okay? Nigerian accentda ko'pincha xuddi musical kuylayotgandek ohangda gapiriladi va gaplar oxirgi qismida ko'tariluvchi ohangga ega bo'ladi. Nigerian accent o'zi tabiatan juda ham ritmik va kuchli aksent hisoblanadi. Nigerian accentdagi R harfining har doim urg'u bilan talaffuz qilinishi qisman American accentga o'xshab ketadi. Unnilar ancha qisqa va aniq talaffuz qilinadi, R'larga esa urg'u beriladi. Misol uchun, mother so'zi Nigerian accentda madar bo'lib talaffuz qilinadi. I don't fall in love with the accents. That time choose where are they? Avstraliyancha aksent biroz britancha aksentga o'xshab ketadi, lekin avstraliyaliklar so'zlarni nisbatan yumshoqroq va o'ynoqroq talaffuz qilishi bilan ajralib turadi. Misol uchun, here so'zi avstraliyancha aksentda here, mate so'zi mate, no so'zi no holatida talaffuz qilinadi. Day so'zi esa die holida talaffuz qilinadi. Gap oxiridagi R harfi ko'p hollarda talaffuz qilinmaydi. Car, mother holatida talaffuz qilinadi va avstraliyancha aksentda urg'u gaplarning oxiriga tushganligi sababli so'zlar shunchaki savol tariqasida berilayotgandek talaffuz qilinishi mumkin. Misol uchun, I went to the store yesterday holatida talaffuz qilinadi. Oh yeah, we pronounce what's longer, different from British, mate. Bugungi videomizda sizlar uchun maxsus dunyodagi eng 6 ta mashhur aksentlarni tanlab oldik. Sizning darajangiz xoh beginner bo'lsin, xoh IELTS bo'lsin, ma'lum bir aksentni tanlab olish va unda to'g'ri talaffuz bilan gapira olish juda muhim hisoblanadi. IELTS dan 8 yoki 9 olish uchun ham aksentning talaffuzi va uning ravonligi juda ham muhim rol o'ynaydi. Bugungi video davomida sizga yoqqan aksentni izohlarda yozib qoldiring. Biz sizga bu aksent bo'yicha video rolik chiqarishga harakat qilamiz. Bye. Bu uyda bir xotin kishi bormi, bir choy-poy ichamizmi? 15 minut bo'ldi choy aytganimga. Hali ham choy kelgan yo'q. O'zim damlab kelaman.